Akalar, assalomu alaykum. Mana Inamarka haydama mashina kanalini ochdim. Bunga ochishimga sabab chunki ko'pchilikka aytdim, mana shu mashinamizni reklama qildiringlar. O'zimga 23.200 ga tushgan, undan tashqari propan gaz qo'yganman deganman. Shuni sotish uchun aytsam, kanalchilar 20 ming qo'yaman, 20.900 qo'yaman deydi. Yo'q, akalar, mana shu Kia K5 mashinamiz sotuvda. 2023-yil 54 ming, 55 ming atrofida yurgan. Kraska mana shu ikkita orqa kiriloda, kapot ichida ozgina petnochasi bor. Tomida lyuk, panorama, tom. Salonlari koja salon, o'ta go'zal holatda. Akalar, mana shu mashinamiz sotuvda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni kuzatinglar. Nomerimizni pastda qoldiraman. Xudo xolisa bu birinchi videomiz. Qo'llab-quvvatlab orasizlar. Kimga mana shunaqa reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, sotishga yordam beraman, xudo xolisa. Buning uchun ozgina qo'llab orasizlar. Rahmat. Inamarka haydamaga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.